İkinci usulimiz ko'pchilikni chalg'itadi, lekin u ham 30 yoki 33 sekundga yetib boradi. Unda ham diqqat e'tiborni bir joyga qo'ysangiz tez terasiz. Hop, qizil, qora kichkinalardan boshlaysiz. Yo bo'lmasa ikkita qora kattadan boshlaysiz. Ikkita qora katta bundoq qilib terishni boshlaysiz. Ya'ni ikkita qora, ikkita qizil qilib olasiz. O'rtadagilarni termaysiz umuman, o'rtadagilarga. Ikkita chekkadan terishni boshlaysiz. Ikkita chekkasidan. Undan yana ikkita qora. Xohlang, ikkita kattalarni olsangiz, kichiklarga yo'l ochiladi. Shuning uchun shu yerga qo'yasiz. Ikkita kattalarni. Undan keyin ikkita to'rtburchakni ham shundoq qo'yasiz. Bu yutuq tarafi bunda adashmaysiz. Shundoq terib qo'yaverasiz. Imtihon jarayonida ham boyagi birinchi usulga o'xshab turib, chalg'ib qolish ehtimoli pastroq bo'ladi bu usulda. Lekin bunga ko'proq tayyorgarlik qilsangiz 30 sekundga tushasiz. Hop, qorani, ikkita qora qizillarni, qoralarni topib olsangiz bo'ldi, kichiklar. Birinchi ikkita ratimiz terildi, undan keyin qizillarga o'tamiz. Qizil ikkita bir xil olyapman. E'tibor bergan bo'lsangiz. Bu yerga qo'ydingiz. Undan keyin xohlang kattadan oling, bu yerga qo'yasiz. Xohlang ikkitasini oling, bu yerga qo'yasiz. Undan keyin ikkita to'rtburchakni olasizda, bu yerga qo'yasiz. Ikkita qizil. Mana. Shular teril bo'ldi. Endi bu yog'i ketaveradi. Bittadan olasizmi, ikkitadan olasizmi, o'sha 35 sekunddan ortiq o'tmaysiz agar diqqat e'tibor bir joyga qo'ygan bo'lsangiz. Qizildan boshlang. Shu yerga qo'yasiz. Ikkita qizilni sirazi qo'yasiz. Ikkita buni sirazi qo'yasiz. O'sha bitta rad qoldi. Endi buni ikkita, uchtadan olsangiz ham bo'laveradi. Oxirdagilarni noq qilasizda. Oxirdagilarni noq qilib, keyin noq qilib qo'yasiz. Shu ikkinchi usul, bu usul ham 30 sekund, uzoq bo'lsa 35 sekundga boradi.